Bokschilarimiz xalqaro maydonda yana tengsiz bo'ldi. Bolgariyaning Sofiya shahri mezbonlik qilgan an'anaviy boks bo'yicha kichik jahon chempionati deya ta'rif beriluvchi Stranja musobaqasi yakunlandi. Ayollar va erkaklar o'rtasidagi bahslarda jami 30 nafar bokschimiz turnirda yurtimiz sharafini himoya qildi. Musobaqa yakunlariga ko'ra terma jamoamiz 7 ta oltin, 4 ta kumush va 6 ta bronza, jami 17 ta medal bilan umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi. Bokschilarimiz kutilganidek musobaqa favoritlari Qozog'iston va Ukraina terma jamoalarini ortda qoldirdi. Erkaklar o'rtasida 75 kilogramda chempionlikni qo'lga kiritgan Fazliddin Erkinboyev va ayollar o'rtasida 48 kilogram vaznda oltin medalga ega chiqqan Sabina Boboqulova musobaqaning eng yaxshi bokschilari qatorida e'tirof etildi. 77-Stranja turniri ham o'zbek boks tarixiga oltin harflar bilan muhrlanadigan bo'ldi. Bu musobaqa murabbiylarimiz uchun yosh bokschilarning yirik xalqaro turnirlar oldidan imkoniyatlarini chamalab olish uchun ayni muddao bo'ldi.